Dadasi kuling. Rasmga olyapsan? Yo'q, sigaret chekkangiz videoga olib. Dadajon ko'rsataman-da. Qiz yo'lxona. Ko'rsatsang, ko'rsataver. Kap-katta erkakman, adam tushunadilar. Bak. Tushunsalar mayli. Dadajon! Nima xohlaysan? Yomon qiliqlaring ko'p. Kelin bitta choy qo'yib yuboring. Hozir dadajon. O'g'lingiz davla berarkanlar. Qachon aytdimman? Dadajon, shu telegramingizga qarab oring. Bo'ldi. Men o'zim qilaman xizmatingizni. Xo'p, siz bemalol o'tirib turavering. Ya, ha, tinchlikmi? Yo'q choy-a? Iflos qiliqlaring ko'p. Ey, kelin. Dadajon. Hech gapir yog'li qanaqa mantiq qiling, maza qilib yeylik. Dadajon, kechki o'g'lingizni restoranga olib boraman deganlar. Ha, boya o'zingiz video сообщение tashladingiz-ku. Dadajonga ham ko'rsataymi? Yo'q, bo'ldi. Dadajon, nima yegiz kelyapti? Men bilmadim, o'zing nima yeysan? Men yeb olganman-da, o'shancha olib bermoqchiman. Ya, ha, qo'ylarga qarab qopsanmi? Voy dadajon, qo'yavering desam ham qo'ylarga o'zim qarayman-da, meni kirgizmayaptilar. Ha, bo'lmasa bitta echki ham olib beraman. Qo'yavering dadajon, uydagi bitta echki yetadi o'zi. Men aytyaptim. Sanam nima aytishni bilasan? Polis svitshirliklar trendda hozir. Hozir bular tabiiy mahsulotdan tayyorlanadi. Umuman zararsiz. Yosh bolalar rosa yaxshi ko'radi-da. Bo'ldimi? Endi telefonda videoda o'chirib yuborarsiz? Yo'q, qalay bu yutib berishingiz kerak. Ha? Ko'rsatsang, ko'rsataver. 30 ga kirgan erkakman, dadamdan qo'rqib o'tirmayman-ku. What? Oranjevisidan olmabsiz-da, lekin bu ham bo'laveradi. Eski telefonim qani? Menda videoni ham o'chirib yubordim. Dadasi? Endi meni galim. Rakse, mahkane rakse.